Oke, mana ishimiz bitdi. Bitta qabul qilib oling, ko'rib oling. Ko'rdingmi, bitirdinglarmi? Ha, ko'rib oling. Chetlarda ko'rdingmi, chizilganlari bor. Teshuvchalar bor. Oka, nima qilyapsiz? Shunaqa tekshiradimi ishni? Qanaqa tekshiradi? Bo'lmasa davay bitta prorabni chaqiramiz-da xolisligi. O'sha yetadi qanaqa tekshirishi, shunaqa tekshirib olasiz. Bo'ladimi? Bo'ldi, chaqiramiz. Assalomu alaykum. Kalesh soket tuzum charchayon. Assalomu alaykum. Charchayon sizlar qanaqasiz? Bular uy egasi, Hop. Mansudaman. K4 devorni chiqazganman. Bular endi tekshirib olishi, telefonda fonarlarni yoqyapti. Devorga tirab turib, manta defekt bor ekan, o'ta defekt bor ekan deb turib, meni ishimni qabul qilmayapti. O'shanga xolisligi chaqirdi yo'q. Oke, siz telefoningizni fonarni yoqib tekshirishingizga umuman haqqingiz yo'q. Chunki siz uyingizni tabiiy nurda yashaysiz. Tabiiy nurda tabiiy devor ko'rinadi. Birinchidan, K4 ga tayinlangan devoringiz 80 sm tekshiriladi. K3 ga tayinlangan devoringiz 120 dan 1,5 metrgacha tekshiriladi. Mana men 80 sm da ko'rib, hech qanaqa defekt anaqalarni ko'rmayman, oke? Yorilgan, chizilgan narsa ko'rinmayapti. Mana 1,5 metrda turganingizda umuman ko'rinmaydi. Siz uyda yashaganingizda tabiiy nur bilan yashaysiz-da, fonaringizni yoqib yurmaysiz-ku. Bu narsangiz juda noto'g'ri narsa, oke? O'zini distansiyasi bor, 80 sm, 1,5 metrgacha devorni qabul qilib olishingiz mumkin. Bundan uyog'iga tekshirishga haqqingiz yo'q.